Assalomu alaykum. Xo'p, keyingi video qo'llanmamiz klinika moduli ichidagi davolashlar menyusi bo'ladi va eng asosiy menyulardan biri desak ham bo'ladi. Sababi tizimdagi 75-80% holatdagi amaliyotlar shu menyu orqali amalga oshiriladi. Va bu amaliyotni asosan vrach, shifokor amalga oshiradi. Chunki shuning uchun men ikkinchi brauzerim orqali shu shifokor roli orqali sahifaga tizimga kirganman. Chunki davolashlarda 90% holatda shifokor, vrach amalga oshiradi. Qolgan 10% holatda direktor yokida qabulxona xodimi ham davolashni yakunlab qo'yishligi mumkin. Bunaqa imkoniyat bularda ham bor. Ya'ni direktorda yoki qabulxona xodimida ham shunaqa imkoniyat bor. Lekin asosan shifokor amalga oshiradi bu jarayonni. Hop, demak, ketma-ketligi bo'yicha tanishtirib o'taman. Bemor, patsient klinikaga keladi. Klinikaga kelganda asosan qabulxona xodimi kutib oladi. Ya'ni qabulxona xodimi kutgandan keyin u bemorni ism familiyasi yokida telefon raqami orqali qidiradi. Agar u bemor yo'q bo'ladigan bo'lsa, plus tugmasini bosish orqali yangi o'sha kelgan bemorni registratsiya qilinadi. Ya'ni ro'yxatga olinadi. Agar u bemor bo'ladigan bo'lsa, undan oldingi video qo'llanmada ko'rsatilgandek, o'sha mana bu shifokor tugmasini bosish orqali vrachga biriktirib qo'yamiz. Endi tugmani bosish orqali qaysi vrachga, masalan, Azbek doktoriga biriktiramiz. Sababi men ikkinchi brauzerim orqali shu vrach orqali ro'yxatdan o'tganman. Hop, ikkinchisi qabul vaqti. Qachon? 4-mart masalan xohlagan sanamizni tanlaymiz va soatini mana bu yerdagi soat tugmachasi orqali tanlab olsak bo'ladi. Masalan, soat 13:00 da davomiyligi qancha? 14:00 gacha, masalan, 1 soat. Endi izoh yozish mumkin. Qabulxona xodimi izoh yozsa, uni vrach ko'radi. Qanaqadir izoh yozish mumkin. Bunaqa kasalligi bor ekan degan ma'noda. Biriktirish tugmasini bosamiz, mana bemor muvaffaqiyatli biriktirildi. Endi davolashlarni ko'radigan bo'lsak, mana yangi bemor Azbek degan doktorga biriktirildi. Endi buni men ikkinchi brauzerim orqali o'sha shifokor rolidan kirib ko'radigan bo'lsam, davolashlarni ko'radigan bo'lsam, yangi bemor o'sha Azbek degan doktorga biriktirildi. 4-martda masalan 13:32 da 13:00 ga qo'yganmiz. Endi bu Azbek doktorga biriktirilganligi uchun men shu rol orqali kirganman va именно menga biriktirilgan bemorlarda o'zigina ko'rinadi xolos. Ya'niki faqat shu vrachga biriktirilgan bemorlar ko'rinadi bu joyda. Hammasi ko'rinmaydi. Endi bu joyda qabulxona xodimida hamma shifokorga biriktirilgan bemorlar hammasi ko'rinib turaveradi. Direktorda yoki qabulxona xodimida. Endi keyingi jarayon nima bo'ladi? Bu bemorni davolaydi vrach. Qanaqadir davolash olib boradi uni ustida va undan keyin bu joyda mana harakatlar tugmasi orqali davolash tugmasini bosamiz va nima ish qilingan bo'lsa shuni tanlab qo'yamiz yoki kiritib ketamiz davolashlar davomida. Ya'ni u bemor katta kishimidi yoki bolamidi shuni tanlaymiz. Masalan, katta. Masalan, mana bu kishiga qanaqadir xizmatlar qilindi. Xizmat tugmasini bosish orqali xizmatlarni tanlaymiz. Masalan, shu xizmatlar qilindi deylik, saqlab qo'yamiz. Endi bu joyda mana o'sha xizmatlar kiritildi va saqlash tugmasini bosish orqali tizimga saqlab qo'yamiz, ya'ni bazaga saqlab qo'yamiz bu narsani. Hop, undan tashqari xizmatlar saqlandi, mahsulot qo'shish bor. Ya'ni o'sha davolash davomida qanaqadir preparat ishlatilgan bo'lsa, o'shalarni ham qo'shib ketsak bo'ladi. Bu joyda o'sha mahsulot qo'shish orqali qanaqadir preparatlar ishlatilgan bo'lsa, tanlash orqali saqlashni bosamiz va bu joyda ham umumiy saqlash tugmasini bosish orqali qanaqadir preparatni qo'shib ketsak bo'ladi. Hop, undan tashqari qabulxona yozgan ma'lumotlar, ya'ni haligida ko'rsatganimdek, qabulxona xodimi qanaqadir izoh, tavsif yozsa, vrachga ko'rinadi. Hop, undan keyin texnik shifokorlarni biriktiramiz bunga. Qanaqadir texnik ishlaydigan bo'lsa, shu muolaja davomida o'shuni ham biriktirib ketsak bo'ladi. Masalan, qanaqadir tavsif yozamiz va texnik xodimni biriktiramiz. Saqlashni bosamiz, mana texnik xodim biriktirildi. Endi rasmlar tugmasi orqali o'sha kerakli qanaqadir rentgen rasmlarini yoki shunga o'xshash rasmlarni qo'shib ketsak bo'ladi. Qanaqadir rasm qo'shamiz va saqlab qo'yamiz. Mana rasmlar saqlandi. Endi umumiy amaliyotlar tugadi. Undan keyin orqaga qaytishni bosamiz. Ko'radigan bo'lsak, mana shifokor tomonidan yakunlandi. Ya'ni vrach o'zini ishini bitirdi. Endi to'lov summasi, umumiy summa 200 ming so'm, qarzdorlik 200 ming so'm. Ya'ni to'lov qilmadi hali. To'lov holati to'lanmagan holatda turibdi bu bemorda. Endi vrachning ishi tugadi shu joyda. Agar qanaqadir davolashda qanaqadir xizmat qolib ketgan bo'lsa, shuni bosish orqali yana qaytadan kerakli yana qo'shimcha xizmatlarni biriktirib qo'ysa bo'ladi. Hop, shifokor tomonidan amaliyotlar tugadi. Endi ikkinchi brauzerim orqali men ikkinchi rolimga kirdim. Ya'ni
tasavvur qilaylik, bu direktor emas, qabulxona xodimi. Chunki asosan qabulxona xodimi bajaradi. Bemor chiqdida kassaga boradi. Ya'ni o'sha qabulxona xodimini oldiga boradi. Endi qabulxona xodimi ko'rsa, mana shifokor tomonidan amaliyot yakunlandi. Umumiy qarzdorlik 200 ming so'm. Endi to'lov qilishlik kerak. Undan oldin qiladigan ish bor, ya'niki davolashni to'liq yakunlab qo'yish kerak. To'liq ishonch hosil qilgandan keyin, qanaqadir muammo qolmagandan keyin davolashni to'liq yakunlashni bosadi tugma orqali. Bosgandan keyin mana davolash holati yakunlandi to'liq. Undan keyingina to'lov qilish uchun imkoniyatlar ochiladi. To'lov qilishlik mumkin, chegirma berishlik mumkin. Bu birinchisi, umumiy summa bo'yicha chegirma berish mumkin. Ikkinchisida qanaqadir xizmatga ham chegirma berishlik mumkin. Именно qaysidir xizmatga qanchadir foiz yoki so'm chegirma berib qo'yishlik mumkin. Hozircha masalan umumiy summadan chegirma beradigan bo'lsak, mana chegirma miqdorini kiritamiz. Xohlasak so'mda, xohlasak foizda. Biz masalan foizda 50% chegirma beramiz. Mana ko'radigan bo'lsa, chegirma miqdori 100 ming so'm, qarzdorlik 100 ming so'm. Endi to'lov qilishlik kerak. 100 ming so'm to'lov qilishni bosadigan bo'lsak, to'lanish kerak 100 ming so'm. 100 ming so'mni olamiz. To'lov turini ham tanlab qo'yamiz. Naqd, karta yoki shunga o'xshash qanaqadir to'lov turi. Masalan, deylik, naqd tanladi. Mana to'lov qilish bosadigan bo'lsak, mana to'lov qilish qarzdorlik miqdori 0, to'lov holati to'liq to'landi. Shu bilan umumiy amaliyotlar tugadi. Keyingi jarayonlar ham xuddi shu tarzda davom etadi. Masalan, to'liq to'langandan keyin masalan to'lov cheki degan tugma ochiladi. To'lov cheki orqali bemorga shu to'lov chekini chiqarib berishimiz mumkin. Xo'p, umumiy amaliyotlar shundan iborat. Imkon qadar yaxshiroq shuni o'rganib olinsa, aytganimdek, asosiy amaliyotlar shu davolashlar sahifasining ichida amalga oshiriladi.